Aziz onajonlar, farzandinglarni kelajakda kitobga mehr qo'yadigan bo'lishini istasanglar, birinchi o'rinda bolalikdan boshlash kerak. Mana shunaqa kitobchalari bemalol tug'ilgandan boshlab o'qib beraversanglar bo'ladi. Sal ma'lumot narsalar ushlab qolgandan keyin mana shunaqa kitoblar olib bersanglar bo'ladi, qiziqarli. Men bu kitobni o'qib berayotganimda ber deb qo'ymadi. Keyin kitobda ahvoli dahshatli bo'ldi xolos. Keyin ma'mur olib berdim. Buni xohlagancha g'ijimlab o'ynasa bo'ladi. Mana bunaqa ovoz chiqadiganlari bor. Buni keyin yuvib yana beraversangiz bo'ladi. So'rsa ham, boshqa narsa qilsa ham hech narsa qilmaydi. Buni har xil variantlari bor. Ota-ona yana mevalarni o'rgatadigan. Men bitta faqat shuni topib oldim o'zimiz bozordan. Yana zakaz qilmoqchiman boshqachalarni. Yana undan tashqari farzand sizlarni kitob o'qiyotganliklarini ko'rish kerak. Ota-ona qilganini, qo'sh yassa ko'rganini qiladi xolos.